Opa mana uni qarang. Sochlari uzun ekan. Sochi uzunlar aqli kalta bo'ladi. Boshqasini ko'rsa. Bunisini ko'ring-chi. Turishini qara buningni. Bo'lmaydi. Yo'qot. Menga qarang opa. O'zi qanaqa qiz qidiryapsiz? Shunday qiz topki, yursa oyog'idan o't chaqnab tursin. Bor. Bitta shunaqasi bor. Mana. Voy. Ha buningni oyog'ida bomba portlaydi-ku. Ha bolami bosib qoladi. Buning gavdasini qara, gavdasini. Manasini ko'ring-chi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oy, yaxshimisiz? Voy o'lay, ko'zingga nima qildi? Ha. Bitta qizga turtilib ketdim. Natija shunaqa bo'lib qoldi. O'zingiz yaxshimisiz xola? Bechara. Qo'ling singil shunaqa qilib uradimi erkak kishini? Shunaqa kelini bo'lsa bormi? Boshingda yong'oq chaqadi-ya. Vela, sen ham qiz boladan kalta yeb o'tiribsanmi? Ya, endi Ha endi qo'ying opa. Yigitchilikda bo'p turadi. Opa singil yana kelinli roliga kasting qilyapsizlarmi? Sen topgan keringdan keyin biz topamiz, nima qilamiz? Bormi salimdoq pichoq ilinadigan? Bor, ko'rsat. Menga qara, o'zi qachon uylanasan sen? Ha, xolang qiz topib qiynalib ketdi-ku. Ha, uylandi jiyan. Biz ham to'ydan sakrab o'ynaylik deymizda, to'g'rimi opa? Bo'pti. Men birortasini tanlarman, to'y ham qilarmiz. Lekin sizni sakrab o'ynashingizga to'yxonani pollari dosh berarmikin? Opa! Qarang endi hozirlashib. Bo'ldi. Hazillashdim. Xo'p, kasting natijalari qanaqa bo'ldi? Mana. Ko'r. Juda chiroyli, aqlli, odobli. Bu Oysin rasmmi? O'zimi? Oke. Bu qizlarning bittasi ham moz emas-ku. Bittasi ham yoqmadimi? Sizga yoqdimi? Hozir ikkinchi ko'zingga ham bir uraman. Qora ko'zoynak taqishga ham hojat qolmaydi. Oke. Mana. Oyi, xullas. Men hozir uylanmoqchi emasman. Nega? Yo'q, vaqti kelganda uylanaman. Nima? Shu yil uylanasan. Uylansang ham uylanasan, uylanmasang ham uylanasan. Uylanmasang meni oyi deyman. Oyi, qo'ysiz-chi bunaqa gaplarni. Yana boshladingizmi?